Yaqında Avstraliyaning Melbourne shahrida bir qancha Xitoy jamiyatlarining birlashib o'tkazgan ro'zayitlik faoliyati muhojiratdagi Uyg'urlarning qattiq g'azabini qo'zg'agan. Chunki mazkur faoliyatni o'tkazgan Xitoylar o'zlarining kiyimlarini emas, balki irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning milliy kiyim-kechaklarini kiyib, naqsha aytib, usul o'ynab, atalmish baxtlik Uyg'ur obrazini yaratishga uringan. Melbourneda yashayotgan Uyg'ur jamoati buningga jiddiy inkos qaytirib, haqiqiy Uyg'urlarning milliy kimligini tanitish maqsadida 8 may kuni ro'zayitlik san'at faoliyatini o'tkazgan. O'sha Viktoriyadagi Avstraliya, Shinjong Xitoylar birlashmasi va shundoqla Avstraliya, Shinjong yashangan Xitoylar uyushmasi birlikda o'tkazgan faoliyatga 5-oyning 5-kuni yeni payshanba kuni social medialarda tarqalgandan keyin biz bundan xabar topib, o'sha faoliyatda qatnashgan Dandenong shahrining shahar boshlig'i Jim Mamat va shundoqla Emgakchilar partiyasining parlament a'zosi Mark Drufus shu ikki amaldorni yakshanba kuni 5-oyning 8-kuni o'tkazmoqchi bo'lgan ro'zayit faoliyatimizga chaqirdik. Bu faoliyat haqiqiy Uyg'urning madaniyatini va shundoqla Uyg'urlarning hozirgi vatanimizdagi amaliy ahvolini ularga tushuntirdik. Alimjon apandining bildirishicha, mushuningga o'xshash ahvollar oldingi yillarda Avstraliyaning Sidney va Adelaide shaharlarida yuz bergan. Bunday ahvollarga qarata Avstraliyadagi Uyg'ur jamoati jiddiy qarab, har qitim munosabatlik o'rinlar bilan aloqalashib, haqiqiy ahvolni tushuntirib, bunday ahvolning shu shaharlarda qayta yuz berishining oldini olgan. Ularni bir qaytadan Uyg'urlar to'g'risida yana bir tushunchaga ega qilish orqali bularniki bunday faoliyatlarga, yana Xitoylarni o'rlashtirgan faoliyatiga bo'lmasligini va shunday Xitoylarningki propaganda tashviqoti tarafidan foydalanib ketishning oldini olish muhim deb ularga tushuntirdik. Avstraliyadagi Uyg'ur san'atkor Shuhrat Tursun Xitoyning davlat ichida sayohatchilarni jalb qilish uchun Xitoylardan tarkib topgan Uyg'urcha naqsha usuli o'ynaydigan san'at o'maklarini vujudga keltirganligini tilga oldi. U yana Xitoyning davlat sirtida, jumladan Avstraliyada bir turkum Xitoy nasllik Shinjongliklarni ishga solayotganligini, bu qitim Melbourneda ilib borgan atalmish baxtlik Uyg'ur tashviqoti orqali xalqaroning ko'zini bo'yashga urinayotganligini ta'kidladi. U Avstraliyadagi bu hodisaning amaliyotda Xitoyning chet ellarga qaratgan ko'z bo'yamchilik tashviqotining bir parchasi ekanligini eskartib o'tdi. Bu Xitoy hukumatininki alayda o'rinlashtirgan bir o'yinlari deb qarayman. Bu Melbourneda Xitoy jamiyati deb bir jamiyati bor-ku. Bizning ro'zyitimizda bular bizning san'at kiyimlarimizni kiyib, bu hukumatning odamlari bilan rasmga tushib tarqatgan. Bu faqatlam Xitoyning bir o'yini. Shuhrat Tursun apandi bu xil ahvolning oldini olish uchun Uyg'urlarning chet ellarda o'z madaniyati va san'atini tanitishda texim aktiv bo'lishini, shunday qilgandala har qaysi davlatlardagi yerlik hukumatlarning Xitoyning atalmish baxtlik Uyg'urlar temasidagi saxta tashviqotiga osonlikcha aldanib qolmaydiganligini eskartdi. Endi buni oldini olish uchun cho'qim biz san'atkorlarga, xalqlar, jamoatimiz maslashib berish kerak. Sizningki Uyg'urlarning nomerlaridan bir ikkini qo'shinglar festivalga deb shular havola qilsa albatta qiladi. Bular bormagandan keyin shuningdan foydalanib bular o'zlarining odamlarga bizning kiyimlarimizni kiygizib, mana bular chet elda usullarni o'ynatib qilyotdi bu ishlarni. Biz shu san'at madaniyatlarimiz va boshqa bizningki urf-odat madaniyatlarimizni ko'parak bo'lsa, shu chet eldagi har qanday o'rinlarda o'rinlashtirib, o'zimiz shularga texmo yuksak holda bildirishimiz kerak.